Bizdan gemoroyga qarshi ximir mahsulotini olgan ekansiz. O'sha ximir mahsulotini olishdan oldin ahvolingiz qanaqa edi? Ximir mahsulotini olib ishlatganingizdan keyin necha kunda qanaqa natija oldingiz? Proktologga uchrashganimda sizda 4-bosqich gemoroy bor ekan deyishdi. Zudlik bilan operatsiya qilmasangiz bu rakka aylanib ketadi, oqibati og'ir bo'ladi deganga Instagramda ko'rib, gemoroyga qarshi bütün dorilarni qo'yib ko'rdim. Birontasi menga foyda bergan yo'q. Operatsiyaga tayyor bo'lib boraman degan kunim shu Instagramdan ko'rib qoldim. Gemoroyga qarshi Hemmert mahsulotini reklama qilganini. Shuni olib ko'ray deb oxirgi umidim shundan edi. Keyin Hemmert mahsulotini zakaz qildim. 2 kunda yetib keldi. Oldin qichardi, teksangiz og'rirdi. Hemmert mahsulotini qo'yganimdan keyin, qo'yib choyini ichib boshlaganimdan keyin 10 kunda menga rezultat sezildi. Tugunchalar yo'q, og'riq yo'q, qichish yo'q. Operatsiya qildirmaslikka odamlarga maslahat beraman. Operatsiyasiz gemoroyni davolasa bo'lar ekan. Hemmert mahsuloti menga shifo berdi. O'zi qancha vaqtdan beri sizni bezda qilyotdi kasallik? 6 oydan beri. 6 oy davomida siz har xil dorilarni ishlatib ko'rdingiz, vrachga borib ko'rdingiz, vrach operatsiya taklif qildi. Olib ishlatgan dorilar sizga foyda qilmadi. Birontasi foyda bermadi. Mana bugun 18-kun bo'layotgan bo'lsa, men kecha proktologning oldiga bordim, sinab ko'rish uchun. Proktolog tekshirgandan keyin ichki va tashqi gemoroyingiz qanday yo'qoldi? Ozginagina tomirchasi qopti, nima ish qildingiz degan savol berdi, men aytmadim. Yaxshimikan dedim, yaxshi dedi, chiqib ketdim. Demak, men tushunishim bo'yicha deyarli 1 oy bo'ldi mahsulotni olib ishlatib boshlaganingizda. 5 kunda qichishi qoladi. 5 kunda qichishi qoladi. Tugunchani so'rilishi seziladi. 22 kun qo'ydim. 22 kun qo'ydingiz. 22 kunning ichida sizda o'sha boshida 5 kun 10 kun ichiga o'sha qichishish, og'riq, achishish, qonashlar qoldi. Hammasi qoldi. Undan keyin o'sha sizda gemoroy tugunchalari so'rilib boshladi. 22-kunga kelib sizda 4-bosqichdagi bir nechta tashqi va ichki gemoroy tugunlari deyarli so'rilib ketdi. Ozgina qoldi demasa. Ozgina qoldi demasangiz 80% so'rilib ketdi. Buni proktolog ham tasdiqladi. Buni proktolog ham tasdiqladi. Tushunarli. Boshqalarga ham masalan shu mahsulotni bemalol tavsiya qila olasizmi, uyalmasdan? Xalqqa tavsiya qilaman. 4-bosqich gemoroyni Hemmert mahsuloti operatsiyasiz davolasa bo'lar ekan. Qichish, qonash, shishish azobimni bergan. Sizga berkitirilgan mutaxassis Go'zal degan qizimiz, umri uzoq bo'lsin, har 3 kunga ovqatlanish tartibiga amal qilishni tushuntiradi. Rahmat hammaga. Buni choyi sizga qanaqa ta'sirlar beradi choyi? Miyaga dam beradi, peshob qilganda achishni qoldirar ekan shuni. Hemmert mahsuloti 20 kunda menga foyda berdi. 20 kunda. Bemalol olib ishlatinglar. Bugun juma kuni duodamiz. Hemmert kompaniyasi ishchilariga hammasiga minnatdorchilik bildiraman. Salomat bo'ling. Rahmat.